Mana şolay, İhsinan Mine, dostlar karak nişik bir ya, siptire gene. Ay siptire. Bu mu? Kim mi? Tanımıyorsunuz beni? Şebi. Bu benim dostlarım, ateş bilen tavukның kişi ulları. Bir de tik tura bilmeyinde, şok malay, jitiz malay. Etiyenileri optırağaç mena getirip koydular. Bir de tınışlandıra almayız, hali buluşsan sen gine buluş alasın. Sen bir yer yüzündeki bütün hayvan üstünlüklerin tilin anlıyorsun dey. Şuna göre yerde miteli bizge dey. Malayını tınışlandırıp bir eli deyip viracağı dittiler. Minler şaşladım ben. Min rahatlanıp bitirge buldum. Bir de orıp yıkığa gider. Dostum, qarali, bu Şebi. Onun atisi Ateş, anisi Tavuk. Ateş bik motor hem g'urur qush. Onun başında zor qizil kikrik. Tepilerinde ışlı tepkiler. Şolayda Ateşning eng tüp bizagi onun türlü tüstagi qavrilar bilan bezalgan motor qiyrig'i. Ateş eshik oldindagi tartibni bulduruvchi. Ol tavuqlarni ham shibilarni boshqa qushlardan, yirtqichlardan saqlab yoqlab tura. Tag'in erta turib kuchli tovushi bilan tong atu turida xabar edi. Tavuqning tashqi qiyofati Ateshniki kabi qupshi tugil. Boshindagi kikrigi zo'r tugil, bik kichkina. Tirnoqlari ishli. Tavuq bik qayg'irtushan ani. Ol 21 kun bo'yi yumurqalar ustida o'tira. Ularni aylantirib, dimlantirib tura. Shibilar yumurqadan chiqqach, ularni yirtqichlardan saqlaydi. Bu qushlar yormalar, yeşil o'simliklar, vaq bujaklar ham suvalshanlar bilan to'plana. Osh qozoni yaxshiroq ishlasin uchun qum ham vaq toshda oshiy. Ko'plar bu qushlarni biguk aqlli deb sanamay. Ashinliqda bu birda olay tugil. Tavuqning xatiri bik yaxshi. Ol 100 ga yaqin kishi ham hayvonni isinda qoldirishga mumkin. Tavuqlar xo'jalarin, ularning oilasin ham yurt hayvonlarini isda qoldira, ham tanib ola ekan. Biz kishilar bu dunyoni bik motor ham ko'p tusli etib ko'ramiz. Amina tavuqlar tuslarni ayirуда kishilarni da uzdira. Kishi ko'zi borlig'i 1 million tusni ayirsa, tavuqlar 100 million tus ko'rishga salatli. Tag'in bu qushlar bir ko'zlari oshiq bo'lgan kelishi qiyola. Bu ularga yirtqichlardan saqlanu uchun kerak. Ateshlar ham tavuqlar yiroq oralarga ushmay. Amina og'ashqa yeysa qopqa boshina qo'na ola. Haligi qushlar kishilarga qaraganda da yaxshiroq ishida ham qortaysalar da bu salatlarini yo'g'altmay. Dunyoda 25 milliard tavuq bor. Ular kishilarga qaraganda 4 taqir ko'proq. Sen biyimlisin mi? Ne nişanlar varsa da ne